100% egildi Azamat, qara. Qo'p tashlash kerak buni. Chaqir. Sasha aka biza keldik. O, здорово, mujika. Nima deydi? Usta, biz ruscha bilmaymiz-ku. Sen bilmaysan-da, men Rossiyaga xizmat qilganman, Mujik сказал. Yur. Здорово, mujika. Здорово. Добрый вечер. В общем, вот ту поляну езжим. Вот там. Да, кирпич поднять, вот так рассор сделать. Ну, в общем, надо стену поднять. Ну, поняли, да? Да. Хозяйка, слышь. Когда кирпич вот поставим, да? Раствор. Да. Безопасным поступажам надо задом. Понятно? Stadionlar mana bemalol yo'lakcha yantak qilingizlar. Bu ish bizdan adam qolgan, bemalol. Nima? Endi mayli, все нормально. Azamat, bizada ham tushunadigan odamlar bor ekan-ku. Qoq buni. Qo'y. Shirin ozod, manzil ozod, Hazrat Usmonga salovat tekkan deganda. Что это? Дальше. Men работаем, когда это? Работаете, o'tiring. Bemalol mana iligili shurva. Agar ovqat bo'lsa, ish ham yaxshi bo'ladi. Bemalol o'tirib yingizlar. Endi menga qarang, ustojon. Уже soatdan 12 ga yaqinlashdi. Obed. Issiqda nima qilsa ishlab. Bemalol ovqat yeyiladi. Tamam. Работа все нормально. Kim bu? Bu prorabmi yo prank qilibdimi bizaga? Farishtaga o'xshab ko'rinyapti bu inson menga. Azamat, bizlarni omadimiz kelib qoldi. Mana shu bugun tarixga yoziladi, qara. Все, biza qorin to'ydi, поели. Оставить. Подними свой работаю. Что это как? Men o'tiring deyapman. Siz mehmonsiz. O'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi, ustojon. Mana, shuni bemalol yengizlar, o'tiring. Ay, Sasha sadist deb o'tiraman. O'zbekcha gapir. Quyosh botgandan keyin bemalol ishni boshlang. Ana, домашний виночок ketami? Ilik. Домашними? Домашний. Qani edi, конечно, Sasha. Опа, домашний. Sasha. Do'stim. Bolalar charchab, biza qaytamiz. Расчет qilish kerak. Расчетdan qilmoqda. Ha. Mana. 5 million, как положено mana, 5 million. 5 million. Ish to'g'rimi buni? Sanab ko'r. Aytgancha mana. От души sizlarga $100. Yine mendan rozi bo'lingizlar. $100lik, 100%lik rozi biza. Bu soxta emasmi ko'rdingmi? Aytgancha, ustojon, shu 3 oydan keyin примерно bani ko'rmoqchiman. Sizning vaqtlaringiz bormi? Bani, ha? Da, bani ko'rmoqchiman. Vaqtimiz yo'q jo'ra. Usta, umuman zakatimiz yo'q. Har kun bekor-ku biz. O'sha kun bizlarda ikkita ishimiz bor ekan. O'sha ishni shuni admin qilaman siz uchun. Harakat qiling. O'tirlaringizga rahmat. Rahmat, men kutaman. Rahmat. Biza qaytamiz. Ish ko'p, bilasiz-ku, bizlarda vaqtimiz yo'q. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Azamat, Sasha qachon baynani quramiz dedi? 3 oydan keyin. 3 oydan keyin. 3 oygacha kutamiz endi o'sha kunni intizorlik bilan, jo'rajon. Shunaqa xonadonlar ko'paysin. Alloh.